So'nggi bahor. Muallif Barchinoyam. 6-qism. Xivaning chang ko'chalarida yurgan Yodgor oti bilan bir uy oldida to'xtab, otdan tushdi. Uy juda ham xaroba, ammo uy ichidan bolalar yig'isi eshitilardi. Yodgor ichkariga so'roqsiz kirish yaxshi emasligini o'ylab, uy ichiga kirmay, uy atrofiga qaradi. "Uyda kimdir bormi?" dedi Yodgor baland ovozda. Birdan ichkaridagi ovozlar tinch qoldi va uy ichidan yoshi katta bir ayol chiqib keldi. "Assalomu alaykum. Sizga nima kerak? Nega uyimdasiz? Bizda sizga suv ham, non ham yo'q. Avvaldan aytib qo'yay." "Va alaykum assalom. Shu ko'chadan o'tib ketayotib, uyingizga ko'zim tushdi. Uyingizda erkak kishi bormi? Menga muammoyingizni aytishingiz mumkin. Xolis niyatda savol berdim." "Bor, lekin u uyga kelmay qo'yganiga ancha bo'ldi. Boshqa yosh ayolga uylanib, 7 bolasini yetim qildi. Bolalarim madrasaga bora olmaydi. Orasida sog'lomiyam yo'q. Oilam meni amakimning o'g'liga turmushga bergandi. Juda ko'p bora farzand dog'ini ko'rdim. Menimcha siz bu yerlik emassiz. Ovozingiz bu xonliknikiga o'xshamaydi." Yodgor iloji boricha bu ayolga Alloh yo'lida yaxshilik qilib, tezroq ketish edi. Ammo ayol ko'zlari Yodgor bezovta qilishni boshladi. "Biz aslida samarqandlik edik. Bu yerga savdogarlik bilan shug'ullanamiz deb kelgandik. Ammo hojamni bir yosh ayol boshini aylantirib oldi. Biz lo'lilar faqat o'zimizning ayolni qadrlardik. Ammo erim bizni tashlab ketdi. Ish topmadingizmi? Bolalaringizni qorni to'q turish uchun harakat qilishingiz kerak. Men ish qidirdim, ammo mendek ayolga ish topilmadi. Ko'chada tilanchilik qilib ko'rdim. Xonlikdagi hech kim sariq chaqa bermadi." Yodgor ayolning gapidan hayron bo'ldi va aslida ayol haq ekanini tushundi. Farzandlarini sog'lom emas dedi. Demak, bolalarini yolg'iz qoldira olmaydi. Ovqatga esa imkonlari yo'q. Shularni o'ylab turgan Yodgor qo'llari mush bo'lib tortishdi. "O'sha g'ofil eringizning hozirgi uyi qayerda ekanini bilasizmi? Men o'zim u nomardning jonini olaman." Yodgor gapini eshitgan ayol birdan o'zini Yodgor oyoqlari tagiga tashladi. "Unday demang. Men o'z erim ortidan pichoq urmayman. Xudodan qo'rqing. Siz o'zingizcha rahmi kelgan odamdek uyimga kelib, eringni o'ldiraman deyapsizmi? O'zingizga shu qilgan ishingiz qaytishidan qo'rqmaysizmi? Ayolingiz o'zga erkak bilan o'limingizni gaplashishini tasavvur ham qila olmasangiz kerak." "Hoy kampir, aqldan ozdingmi?" Yodgor g'azablanib ayolning yuziga tarsaki tushirdi. Kissasidan qopchada turgan tillalarni olib yerga tashladi. Yodgor bu uyni ko'rib, bu oilaga Alloh yo'lida yordam bermoqchi bo'lib to'xtagandi. Lekin ayolning gaplari uni g'azablantirdi. Yerda yuzini ushlagancha yig'layotgan ayol yoniga tushgan tillalardan hayratga tushib, darhol ularni qo'liga oldi. "Men ko'chadagi tilanchiga emas, balki chindan qiynalgan odamlarga xayriya beraman. Bu tillalarni sening murg'ak bolalaring uchun berdim. Xudo senga insof bersin. Erkak kishining yuziga qarab turib urishish ayol kishi uchun emas. Mening ayolim sendek tarbiyasiz emas. Ering nega ketib qolganini sababini endi tushungandek bo'ldim." Yodgor jahl bilan uy ostonasidan chiqib ketdi. Yerda o'tirgan ayol na rahmat dedi, na biror so'z. Yodgor bu uyga boshqa qaramadi. Uning muhim ishi bor edi. Shu sabab masjidga keldi. Ta'mirlanayotgan masjid ichiga kirib, u yerda turgan ustalar bilan ko'rishdi. Xon buyrug'i sabab to'yning ertasiga yana ish bilan yurgan Yodgor yelkalarida charchoq sezilib, yuzi so'lg'in edi. "Assalomu alaykum Yodgor xush kelibsiz. Bir piyola choyga marhamat." "Yo'q, rahmat. Sizlarga xondan xat olib kelgandim. Masjid ham bitib qolibdi. Ko'rib xursand bo'ldim. Xalq namozini o'qish uchun juda qulay joyda joylashgan. Xonni umri uzoq bo'lsin. Xalq uchun juda ko'p yaxshiliklar qildi. Aytgancha, qanday xat?" Yodgor qo'lidagi muhrli qog'ozni ustalarning qo'liga tutqazdi. Ustalar ochib, xatni ko'rib bosh irg'adi. Naqsh ranglari sariq, bo'yoqlarsiz bo'lar ekan.
Chetlariga samo rangidan foydalanishimiz yozilgan. Masjid bitgach, menga xabar bersangiz, o'zim masjid uchun yangi joynamozlar olib beraman. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Yodgorshah. Siz juda halol odamsiz. Yodgorshah maqtovga kulib, qarshisidagi usta yigitning yelkasidan qoqib qo'ydi. Xona ichida turli rivoyatlar o'qib o'tirgan Bahora oxiri zerikib, qo'lidagi kitobni chetga qo'ydi. Kun bo'yi bir xonada qolib, zerikkani uchun tashqariga chiqishni juda istardi. Ammo erining g'azabini biroz bo'lsa ham his qilgandan, uni jahlini chiqarishni istamay xonadan chiqmasdi. Dasturxonlarni yig'ishtirib, tushlik berib ketgan qiz ham Bahora bilan suhbatlashmadi. Qiz zerikib o'tirardi. Bir tomondan yana yig'lagisi kelardi. Otajon, siz to'g'ri aytgan ekansiz. Erkinlik eng yaxshi, ammo o'z vaqtida qadriga yetmaydigan his ekan. Bahora otasi bilan tog'larga otda sayr qilgan kunlari eslab o'ksindi. Keng ayvonlarni Qo'qon xonligida o'zi o'qigan ayollar madrasasini sog'inib ko'zlari namlandi. Xudoyim, nega birdan hayotim o'zgarib ketdi? Bu erkak kim o'zi? U bilan yaqin bo'lib keta olamizmi? Ular yonida faqat qo'rquv va hijolatni his qilyapman. Vaqt qiz uchun juda sekin o'tgandek bo'ldi. Kech kirishi qiyindek tuyuldi. Shom vaqtiga yaqin Bahoraning uyqusi keldi, lekin uxlamadi. Ammo charchoq sabab tushda ham uxlab olmagani uchun endi uxlagisi kelardi. Shunda eshik ochilib, Yodgorshah xona ichiga kirdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yodgorshah qizning yoniga kelib, ikki yelkasidan ushlab, qizga tikilib qaradi. O'zingni qanday his qilyapsan? Yaxshi. Bahora ko'zini yerdan uzolmay javob berdi. Yodgorshah mamnun kulib, qizni qo'liga ko'tarib oldi va xona eshigi tomon yurdi. Senga hovlidagi bog'ni ko'rsatmoqchiman. Yodgorshah Bahora bilan uy hovlisiga chiqdi. Qizning ustiga ro'moldan tashqari o'zining to'nini tashlab, qizning qomatini hatto qushlarga ham ko'rsatmadi. Bahorani qo'lidan ushlab, o'zi ekkan gullar yoniga olib keldi. Bularga o'zim suv quyaman. Menga gullar yoqqani uchun o'stirganman. Bu gullar urug'ini menga Usmoniylar bergan. Istanbulning xushbo'y hidga ega atirgullari. Bahora gullarga mahliyo bo'lib tikilib qoldi. Ular juda nafis edi. Qiz ularni ushlab ko'rishni istab, orasidagi eng go'zal qizil atirgulni ushlaganida qo'liga atirgul tikoni kirib ketdi. Ay, Bahora darhol qo'lini guldan tortib oldi. Ko'zlari tezda yoshlandi. Barmog'idan esa qizning qoni oqdi. Yodgorshah qizga sovuq qarab, qo'pol tarzda qizni qo'lini ushlab o'ziga yaqinlashtirdi. Qizni qo'lidan chiqqan qonni ko'rib, u nozik barmog'ini og'ziga soldi. Bahora Yodgorshahni bu harakatidan jim qoldi. Qo'lini tortib olishga yuragi dov bermadi. Yodgorshah qizni qo'lini so'rib, uning ko'zlariga qaradi. Sen o'zing bilan birga qoning ham shirin, dedi u. Yodgorshah Bahoraga yaqinroq borib, qizni bag'riga bosdi. Ayolining tanasi Yodgorshahnikidan ancha kichik va nozik edi. Hatto ko'ksiga bo'yi yetmay turgan qizga qarash uchun Yodgorshah pastga qaradi. Bahora qaltirab turardi. Nega senga tegsam, gapirsam titraysan? Seni quyon bolasiga o'xshataman. Mening quyoncham, dedi Yodgorshah. Erining so'zlarini erkalashmi yoki kamsitishmi? Bularni hech birini Bahora tushunolmadi. Yodgorshah kelinlik ko'rinishida qizni ko'tarib oldi. Qizning yuzi arang ko'rinsa-da, ro'mol ostidan yarim yuzi Yodgorshah uchun ayon edi. Yodgorshah atrofiga qarab, hech kim yo'qligini ishonch hosil qilib, yana qo'lida xuddi quyondek titrab turgan qizga qaradi. Sening anorday mazali dudoqlaringga to'ymayapman. Hozirning o'zida seni tishlab olishni istayman. Ammo bizning oramizdagi barcha yaqinlik xilvatda bo'ladi. Men hatto chumoli ham seni ko'rishni istamayman. Yodgorshah qizni boshiga
o'z boshini tekkizib pichirladi. Uning issiq nafasidan uyalgan Bahora boshini yana pastga qaratdi. Ayolining hayo bilan qizarishidan mamnun bo'lgan Yodgorshoh qizni mahkamroq ushlab uy ichiga olib kirib ketdi. Oradan 7 kun o'tdi. Bu vaqt ichida Yodgorshoh hech bir qarindoshiga ham, saroydagilarga ham Bahorani yuzini ko'rsatmadi. 8-kuni esa Yodgorshoh xon buyrug'i bilan madrasaga ish bilan ketdi. O'sha kuni esa xonning onasi saroylariga kelgan yangi kelinni ko'rishni istab Bahorani chaqirtirdi. Urf-odatga ko'ra kelin 7 kun xonasidan chiqmasdi. Bugun esa 8-kun edi. Shu sababdan ona begim yangi kelinni ko'rmoqchi bo'ldi. Qolaversa, u Yodgorshohni juda yaxshi ko'rardi. Sababi o'g'li Zubayrxonning jonini Yodgorshoh bir necha bor asrab qolgan. Xonga yillar davomida sadoqat bilan xizmat qilgan edi. Ularning yoshi teng, 27 yoshda edi. Zubayrxon esa Yodgorshohga hammadan ham ko'proq ishonardi. Ona begim kelin almashganidan xabardor bo'lib, yangi kelinning yuzi, odobi qanday ekanini bilishni istardi. Bahorani olib chiqish uchun saroydan 4 qiz yuborildi. Ular o'zi bilan Bahora uchun qizil rangdagi baxmal va yashil rangdagi toshlar bilan bezatilgan atlas ko'ylakni olib kelgandi. Bahora xonning onasi uni ko'rmoqchi ekanini eshitib hayratda qoldi va qizlar uni tayyorlash uchun kelganlarini bilib cho'chidi. Yodgorshoh bundan xabardormi degan fikr o'tdi Bahoraning xayolidan. Xonim, sizga qaysi rang yoqadi? Qizilmi yoki yashil? Deb so'radi qizlardan biri. Yashil rang. Bahora nafis toshlar bilan bezatilgan kiyimni tanladi. Qizlar unga darhol kiyim kiydirishga yordam berishdi. Milliy do'ppi va kiyimni kiydirib, sochini ikkiga bo'lib o'rib qo'yishdi. Bahoraning yuziga Xorazm do'ppisi juda yarashgandi. Qiz o'zini tosh oynada ko'rib hayratda qoldi. Bu kiyim uning husniga yanada husn qo'shgandi. Yonidagi qizlar ham Bahoraning go'zalligiga maftun bo'lishdi. Tayyor bo'lsangiz, biz bilan yuring, dedi qizlardan biri. Qizlar Bahoraga yo'l ko'rsatib, saroyga olib kirishdi. Saroy ichi naqshlar va turli bezaklar bilan bezatilgan. Ichkaridan faqat qizlarning kulgisi eshitilardi. Bahora kirishida erkaklar sochlarini ko'rganidan xijolat bo'ldi. Chunki uni avval erkaklar ro'molsiz ko'rmagan edi. Ular ichkariga kirgach, qizlar uni haramning ichkari tomoniga olib kirishdi. Ona begimning xonasi saroyning 2-qavatida edi. Zinalardan chiqayotgan Bahora saroyning go'zalligidan hayratda qoldi. U ilgari saroy yaqiniga ham kelmagan edi. Ular yana biroz yurgach, ona begimning xonasiga yetib kelishdi. Eshik ochilib, Bahora bilan kirgan qizlar ona begimga ta'zim qilishdi. Bahora esa o'zi bilan olgan yashil rangdagi to'rli ro'molini do'ppisi ustiga tashlab, ona begimga kelin salom berdi. Xush kelibsiz, yonimga keling, dedi ona begim muloyim ohangda. Bahora ona begimning iltifotli so'zlaridan so'ng uni yoniga borib o'tirdi. Yaxshi yetib keldingizmi? Mashalloh, siz juda go'zal ekansiz, dedi ona begim qizning qo'lini ushlab, mayin tabassum bilan. Yoshi katta bo'lsa-da, ayolning o'zi ham go'zal va istarali edi. Yaxshi, rahmat, sizga tashakkur aytmoqchiman. Menga tuhfa qilgan ko'ylagingiz juda nafis va go'zal, dedi Bahora. Siz bunga arziysiz. Ismingiz Bahora edi, to'g'rimi? Ha, shunday. Bahora yana gapirmoqchi bo'ldi, ammo og'zini ochishga ulgurmasidan eshik birdan ochildi. Ichkariga savlatli, yelkalari keng, soqoli tishlangan, ko'zlaridan o't chaqnab turgan erkak kirib keldi. Assalomu alaykum, volida onam. Tongni yaxshi qarshi oldingizmi? Dedi u salom berib. Xonadagi hamma xonning kelishgan yuziga maftun bo'ldi. Albatta, Bahoradan boshqa. Qiz boshini egib,
darhol yerga qarab oldi. Zubayrxon esa onasiga e'tibor qaratdi. Onasining qo'lini o'pib, undan uzoqlashdi. Men yaxshiman o'g'lim, zerikmay deb saroyga yangi kelgan kelinni ko'ray deb yonimga chaqirtirgan edim, dedi ona begim. Zubayrxon bu so'zni eshitib, ona begim yonida o'tirgan Bahoraga qaradi. Bahora pastga qarab turardi. Uzun qayrilgan kipriklari uning go'zalligini yanada oshirib turardi. Qoshlari kamondek chizilgan, husnida tengi yo'q qiz edi. Zubayrxon bir lahza atrofdagilarni unutdi. Qizdan ko'zini uzolmadi. Bahora esa xonni ko'rish uchun qaramoqchi bo'lib boshini ko'targanda, unga yeb qo'ygundek tikilib turgan erkakni ko'rib, yana yerga qaradi. Ona begim esa o'g'lining nigohidan hamma narsani tushunib, tomog'ini qirib qo'ydi. O'g'lim, bu qiz Yodgorshohning zavjasi Bahora bo'ladi, dedi u. Bahora deng, dedi Zubayrxon past ovozda, qizdan ko'zini uzmay. Ha, ismi Bahora o'g'lim, istasang birga tushlik qilamiz. Bahora esa hovlisiga qaytsin. Bilasan, Yodgorshoh qoni qaynagan rashkchi yigit. Qizni u yoqda yo'qligida chaqirtirdim. O'zi bilsa jahli chiqmasin. Axir Bahora uniki. Qiz meni deb gap eshitmasin tag'in. Uniki? Bu so'z Zubayrxonga g'alati ta'sir qildi. U ilgari hech narsa qilmagan bir tuyg'u his etdi. So'ng o'zini bosib oldi va onasiga bosh irg'ab qo'ydi. Bahora esa darhol bu yerdan ketish kerakligini anglab, ona begimga ta'zim qilib, ularning ruxsati bilan xonadan chiqib ketdi. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.